Siz xalqimizga xizmat qilib, juda chiroyli yaxshi kunlarimizni olib boryapsiz-da. Mana sheriklaringiz bilan hamma mana shu bir boshimga bir olam kelganida g'am alam yerda bir do'st olmasa samoga aylanida yolg'izlik yori xudo olisdagi osmonim yolg'izgina Akbar Shohda sheriklari bilan mana xizmat qilishdi. Azam akamning eng suyukli o'g'illaridan. Alloh omadini bersin.